Hammaga assalomu alaykum. Bugungi obyektimiz 4 xonali uyimizni 200 umumiy kvadrat 4 ta sanuzeli bilan 4 ta xona 6-qavatda joylashgan. Bu ko'rishni qaranglar. Zalligini, kattaligini qaranglar. Ilohim nasib qilsa, mana Ramazon oyi yaqinlashyapti. Niyat qilganlarga hammaga unaqa uylar nasib qilsin. Yoki kim olayotgan bo'lmoqchi bo'lsa, shu uyni yuborib jo'natib yuboringlar. Bu kengina zalimizni bemalol mamta o'tirib, dam olib va ovqatlanadigan joyimiz. Buni qaranglar, shkaflar ko'pligini qaranglar. Hamma idishlar, endi baribir ayol kishilar mehmonlarni uchun alohida idishlarni, bagemalarni olib qo'yishadi-yu, mana bemalol joy yetarli bo'ladi. Bu uyimiz Alayski tomonda joylashgan, Basri Baba'ning ro'parasida 200 kvadrat 6-qavatda 9 qavatli uyimiz. Bu kirishimiz kengina, kattagina koridorimiz. Buni pat-pataloq shkaflar qilingan, bemalol kiyim soladigan joyimiz ko'p. Mana qaranglar. Ko'p plyuslar, nerealniy anaqasi narsalarni o'ylab qilganlar egalari. Har xonadagi вытяжка sistema bor, sistema охлаждения, kafel, полный половое отопление va plus radiatorlar ham bor. Balkonimiz. Bu oshxonani kattaligini qaranglar. Bemalol yana undan ham katta stol qo'ysa bo'ladi. Endi bu hammasi naturalniy toshdan qilingan. Texnikalarimiz hammasi bo'sh. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol mana oshxona joy yetarli. Посудомоечная mashinka va bu nerealniy katta холодильник qo'yilgan. Shuna холодильник uchastkada ham kamda ham qo'yishyapti. Morozinная zona va холодильная zona. Katta oilaga juda ham plyuslari katta, mana bo'sh. Крытый холодильник. Xo'sh. Endi xonalarga o'tamiz. Sizga общий sanuzel ko'rsatib o'taman. Bu yerda общий sanuzel va прачечная. Стиральная mashinka, sushilka va mana hammasi gladilkalarni, doskalar yashirib bekitib qo'ysangiz bo'ladi. Mana sochuvlar endi o'zingizga moslab joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'chadan kirganda sanuzellarni, rakovinalarni qaranglar. Shunaqangi neobычно qilganlar. Hammasi egalari shu Xitoydan narsalarni olib keltirilgan. Bu boyaga ko'rsatgan zalimiz, eshiklarni qaranglar, juda ham chiroyli. Bu yoqda master spalnyada mana polniy shu sistema etilgan. Master spalnyani polniy mana bunaqa pat-pataloq shkaflar qo'yilgan, juda ham yetarli va o'zini alohida sanuzellari bor. Dushovoy ichkarida juda ham keng, katta. Hammasi italyanskiy santexnika, ko'p so'rayotganlar bo'ladi. Unaqa yaxshi sifatli narsalar. Mana bunaqa remontlar qilingan. Mebellari hammasi Xitoydan olib keltirilgan. O'zi bu turistskiy stil. Turkiya desa ham bo'ladi. Endi ochiq gap aytamiz, bu Xitoydan o'zi напрямую olib keltirilgan. Unaqa kamda kam ko'rasizlar. O'ziga xohishingizga qarab gilam solsa bo'ladi. Mana qaranglar, juda ham katta spalnya. Mana penthouse-da ham shunaqa yo'q. Endi 200 kvadratli uyni shunaqa qilish вообще zo'r-ku. Planirovkalari ham, remontlari ham hammasi 100% продуманно qilingan. Endi men eshik sразу ochib qo'ydim. Bu yoqda yana bitta spalnya, master spalnya. O'zini alohida shunaqa dushovoy. Kafellarning chiroyligini qaranglar. Hammasi bu ispanskiy deb aytishadi, bu ham Xitoy. Lekin juda ham qimmat, sifatli. Bu yoqda mana shkaflar ko'pligini qarang. Garderob ham kerak emas. Hozir ko'pchilik ayol kishida ham, erkak kishida ham kiyim ko'p bo'ladi. Mana plot shundoq kirishimizda oxirigacha shundoq devor bilan bitta rang qilingan. Hech qanaqa ko'zingizni ham charchatmaydi va joyingizga ham tegmaydi. Mana pastda oyoq kiyim qo'ysangiz bo'ladi, bilov uchun alohida qilingan polchkalar. Ko'rasizmi? Kirishida oxirigacha bu tepa qismiga, bu ham tepa qismiga o'tib, уже shuni taxladigan narsalari. Va bu yerda mana детский xona. Детский ham xuddi shunaqa ribrisli MDF krashni qilingan под заказ.
Bu yoqda sanuzel, vanna qo'yilgan bolajonlar uchun. Va yana fenlari, hamma narsa bor. Shunday shaxsiy narsalaringiz bilan, kiyimlaringiz bilan kelib, bemalol mana bunaqa xonadonni yashasangiz bo'ladi. Bu desk, ikkita rабочий zona. Hamma oyna ochuv, panoramni qilingan. Deskiga va oshxonaga televizor qo'yilmagan, xohishingizga qarab qo'yasiz, har bir markaga qarab. Niyat qilganlarga hammaga unaqa uylar nasib qilsin. Ilohim, mana shu ko'rayotgan videolarga yoqqan bo'lsa, klass bosinglar. Ma'lumot uchun 90 309 64 00. Realtor Sabina. Salomat bo'ling.